Chekka qishloqlarning birida bir boyning xizmatkori bor edi. Xizmatkor boyning mollarini boqib, cho'ponlik qilardi. Kunlarning birida boy cho'ponni dasturxonga taklif qildi va unga bir kosa sut berdi. Cho'pon sutni endi ichmoqchi edi hamki, sut ichida kichkina ilon borligini sezib qoldi. Cho'pon xo'jayin xafa bo'lmasin deb sutni ichib yubordi. Ertasi kun u qorni og'rib, og'ir kasallikka uchradi. U nima qilishni bilmay, boyning uyiga bordi va bo'lgan voqeani aytib berdi. Boy biroz o'ylanib turdi-da, so'ng dorivor giyohlardan qaynatib, dori tayyorlab, kosaga quyib cho'ponga uzatdi. Cho'pon kosani olib dorini ichmoqchi edi. Yana kosa ichida kichkina ilon suzib yurganini ko'rdi. Bu safar cho'pon chidab tura olmadi. Boyga kosani qaytarib berdi-da, "Mana shu ilon sabab kasallikka chalindim", deb baqirdi. Cho'ponning gapidan xo'jayin kulib yubordi va ahmoq cho'pon, kosadagi ilon emas, shiftdagi osig'liq turgan qamchining aksi-ku. Ko'rmayapsanmi? Hech qanaqa ilon yo'q", dedi boy qah-qah otib kulib. Cho'pon hayron bo'lib sinchiklab kosaga qaradi. Haqiqatda kosadagi ilon emas, tepada osig'liq turgan qamchining aksi ekan. Buni ko'rgan cho'pon indamay chiqib ketdi va ertasi kun butunlay sog'ayib ketdi. Insondagi ishonch katta kuchga ega. Ko'pchilik odamlar yaxshilikdan ko'ra yomonlikka ko'proq ishonadi. Ilondek ko'ringan qamchining aksi ham bunga bir misoldir. Qo'rquv va hadik bilan, yomon ko'z bilan qarasangiz, hatto qamchi ham ilondek ko'rinadi. Hayotga doim yaxshi ko'z bilan qarang. Miyangizdan yomon fikrlarni chiqarib tashlang. Qo'rqqanga qo'sha ko'rinar deb bejizga aytilmagan.